ko'pchilik choy paxodiyani ham so'rayotgandi. Bu bir kelib tugab qoluvdi. Mana 3 xil tamligi keldi. Kukuruznisi bor, lotus gulidan tayinlangani bor, keyin krasniy fasolligi bor. Bekorga men buni 3tasini ketma-ket qilib qo'yib qo'ymadim. Bular ozishga juda ham katta yordam beradi. Machogonli bular. Men bunisi bo'limyeni sal yo'qkirog'i. Ichganingizda sal kamroq nima qildiradi. Nolaka effekti juda ham yaxshi. Bemalol oz-oz olisizlar. Odam organizmiga qarab 5 kilodan 7 kilogacha tashlash mumkin shu nimani o'zida. Men bu lotus gulli chem bo'limyeni o'tirmaydi. Kukuruznisiga qaraganda sal kuchlirog'i. Ikkiga men eng kuchligi mana bu krasniy fasolligi. Bu odamlar ishadi, achoklarni ham oladi, juda ham zo'r. Ichida fasollari bor. Mana bunda lotus gullarini o'zi bor. Hali men buni hech ko'rmadik, lekin kim olish xohlayotgan bo'lsa, olib ko'ringlar. Bunda qimmat ulon choylari bor. Ana 238 ml larimizga qaraganda mana bular ham zo'r.